Bekarlık faaliyet. Bekarlık dese her qanday adam qiziqadi go deydi qarindoshlar. Mesela Qashqa Yangisar nahiyesiniki Huzurlan Sağlamlık Başquruş Merkezide bizim ornumuz var şeyde. Şöyle bigen yani 3. ayının 21 bigen Novruz bayramınaga mübarek olsun. Bigen 21 22 gün zaten fakat bakarlık yok. Şu bel ağrıydigan, boyun ağrıydigan, yer turup tartışıp kalgan, şu kolları ağrıydigan, müyürü kolunu götüremeydigan, şu qarindoshlar Ayşe kessanglar. Bu endi nerede desem ama insan naist qarindoshlar bilirdi Bedibazırni. Bedibazırdan Bedibazır bilan Toshbazır tutashqa yo'l bor. Shu yerdan 3. o'rta maktab tarafga o'ng qo'lni besib, mansanglar o'shada oldidagi 5 xil metal saymalarını satadigan yo turbu saymalarını satadigan bir do'kon bor bilsa. Shu tarafda mansang udul da mening Xo'jabdullah mening suyurtim yo'g'im bor o'shada. Shu do'kon. Ashak basanglar shu yerda haqsiz ulab qo'ydi. Bir bocha olmayjimi? Shu ish qilib rahat bo'lib yenib chiqsa, bugun tasodifiy ammo u bel bo'yin tez umurtqaligini ko'mirchak o'sib olgan ma'avallar qarta ilik ko'radigan esil bir maslahatimiz bor. U pulliq, u bekarlik emas. Men u chiqindi qo'yamda, uni bekor ko'raman deb o'ylab qolmayman. Tasodifiy lozim bo'lsa shu bel umurtqaligini ko'mirchak o'sib olgan, bo'yin umurtqaligini ko'mirchak o'sib olgan tizda suv tushibdi yoki tizning suyuqlik qolmabdi degan avallarga qarata shu ilik ko'radigan esil bir maslahat bor. Shuni iste'mol qilib yaxshi unumini ko'rsatib kelyotdi. Tasodifiy shu lozim bo'lsa yoki ashak basanglar bo'ldi yoki men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Qashqar shahrida bir qarindoshimiz bor, uning telefon nomerini deb beray. Uyda tarqatib kelib qilsanglar bo'ldi. 133 69 98 81 27. Yangisar nahiyesindeki kardeşimizin telefon numarayı 132 79 73 22 12. Ben Xo'jabdullah, benim ündarım 18 09 77 66 170. Salamet bo'lsak keyin qitim kirishayli, hammaylanga tinch amonlik, xotirjamlik, osoyishlik, davomliq yer bo'g'isi.